Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek, metro, ya'ni 5-metro bekat, Chinor bekati, shunga 500 metr oraliqda Sergeli bir bozorcha joylashgan. Oldida Bellissimo Evis Pizza bor. Shuni ro'parasida yo'lni bu tomonda Novostroyka domi birinchi qavatidan mana shu ikkita derazasi tashqariga qaragan uyimizda chiqdi. Hurmatli obunachilar, narxi bizning kanalda 67.900 dollar. Bunaqa variantlar faqat bizda bo'ladi. 60 kvadratga yaqin 3 xonali uyimizda 28.500 dollar boshlang'ich to'lov qilib uyimizni ipotekaga xarid qilsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz uyimizni nijoloy qilib tayyor biznes sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Hozir uyimizni sizlarga obzor qilib beraman. Kiraverish asosiy eshigimiz, ya'ni podest qismi chiqqandan birinchi qavatda joylashgan uyimizda. Bismillah, obzorni boshlaymiz. Kiraverish prixoshka qismi, keng katta prixoshka. Uyimizda go'stemon holatda. Kirgandan chap qo'lda mana shu katta zalimizni ko'rishingiz mumkin. Zalni kattaligini ko'rib turibsiz. Bu tomonda bolalar xonasini ko'rishingiz mumkin. Derazalar tashqariga qaragan. Bemalol bu joyimizni noturar qilib foydalansangiz ham bo'ladi. To'rimizda Sergeli bir bozorcha, ya'ni uyimizda 5-metr bekatgacha 500 metr oraliqda joylashgan. Maktab, bog'cha, parkinga, korzinka ham oldida joylashgan. Bu tomonda kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Uyimizni o'zingizlar uchun bitta remont qilib olsangiz ham bo'ladi. Yashash uchun ham yaxshi lokatsiya, xohlasangiz biznes uchun ham yaxshi lokatsiya. Skvoznoy planirovkada qishlik domdan bunaqa variant topish juda ham qiyin, ya'ni narxi ham arzon. Bu yoqda sanzel ko'rasizlar, alohida hojatxona bor. Bu tomonda, ya'ni kuxnyamizni ko'rishingiz mumkin. Duvkontoni kotel qo'yilgan, islik tizimi suvdan muammo bo'lmaydi. Derazalarda sho'tkalar qilib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, bunaqa lokatsiyadan bunaqa narx uy topish juda ham qiyin. Uyimizning narxi 67.900 dollar. Faqat bizning kanalda uyimizni xohlasanglar 28.500 dollar boshlang'ich to'lov qilib ipotekaga xarid qilsanglar bo'ladi. Shunaqa yaxshi lokatsiyalarni qo'ldan boy bermaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. To'liq ma'lumot, oylik to'lov lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.